Xitoyning bostirishi Gitlerdan eshib ketdi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga elib berayotgan bostirishini kuchaytirib, tarbiyalash lageriga turkumlab qamab zulm qilayotganligi. Xalqarodagi huquqdor guruhlar, qozoq, qirg'izlarmi Xitoy tajovuzchilarining qattiq bostirishi va hujumiga uchrayotganligi. Kunsiri yomonlashib berayotgan vaziyatda Sharqiy Turkistonda islomiy ibodatlarning cheklanayotganligi tilga ilingan. Xalqaro kishilik huquq kuzatchilarining bergan dokladida necha minglagan Uyg'ur turklari va oz-sonliq millat turklari Xitoyning atalmish tarbiyalash lageridagi nachar muhit ichida qiynalayotganligini, Uyg'urlar Xitoyning bostirishlari barg'ansiri eg'irlashib ketganlik sababidan chet elda yashayotgan tuqqanlari bilanmi ko'rishishni to'xtatishga majbur bo'layotganligini bildirgan. Chet elga chiqqanligini o'zligidan ma'lum qilganlar tarbiyalashga tutildi. Xitoy yaqinqi oylarda chet elda sayohat qilib kirganlarni o'zini ma'lum qilishga buyurgan va o'zini ma'lum qilganlarning kengchilik bilan bartaraf qilinadiganligini uqtirgan edi. Yaqinqi ma'lumotlarga asoslanganda, Ko'rlining qora yo'lg'in yeza, Arabug'ra kanitidan ilgari chet elga sayohatga chiqqan bir qancha kishi o'zlarini ma'lum qilgan bo'lib, ular shu sababdan kechirilish bu yoqda tursin, yepiq tarbiyalash markaziga qamab qo'yilgan. Erkin Osiyo radiosi bergan xabarlarga asoslanganda, kanit sekretari chet elga chiqqanlarning ideya jihatdan zaharlanganligini, shunga tarbiyalanishning shart ekanligini oshkorlagan. Sharqiy Turkiston ulamolar birligi bayonot e'lon qildi. Bayonotda Xitoy tajovuzchilarining dinni yo'qotish maqsadida islom dinimizning dasturi bo'lgan Qur'oni Karim, jaynamoz qatorliq buyumlarni musodara qilish buyrug'i chiqarganligi, musulmonlarning uylarida Qur'oni Karim, jaynamoz saqlash insonning eng oddiy haqqi ekanligi, xalqimizning eng oddiy haqlarining Xitoy tarafidan tortib olinishi bo'lsa, Xitoy davlat terrorining isboti ekanligi, Xitoydan Uyg'ur xalqining diniy va insoniy erkinligiga qilayotgan bostirishlarini darhol to'xtatishi kerakligi bayon qilingan. Bayonotning oxirida Dunyo islom hamkorlik tashkiloti, Dunyo islom ulamolar birligi, Dunyo islom ittifoqi qatorliq islomga vakillik qilamiz deydigan tashkilotlarning darhol harakatga kelib, Xitoyning islom dini va musulmonlarga qarshi harakatlarga norozilik bildirishi, diplomatik yo'llar bilan Sharqiy Turkiston xalqi ustidagi zulmlarni to'xtatishga chaqiriq qilish orqali o'zlarining mas'uliyatini ado qilishini talab qilgan.